بسم الله الرحمن الرحيم. دروس اللغة العربية غير الناطقين بها. الكتاب الثالث، الدرس الخامس، باشين درس. Hem savaştaşlar bugün öğrenmek olan 5. dersini başlaştığın ilgili dersteki noktalık gramatika bizge aydınlasın. Endi bugün dersimizde öğrenmek olan asasi gramatika ismi zaman ve ismi makandan ibaret halas. Endi biz gerçi sarf dersimizde bularni öğrenip bo'lgan bo'lsaqmi ismi makan. Ne ötüke geçke bir qor sözler ütüp giteyli. Endi ismi zaman, ismi makan deganning o'zining ma'nosi o'rin, vaqtni va o'rinni bildiradigan ism degan gap. O'zining ma'nosi. Andiki buning grammatikadagi ma'nosi nima desa, fe'llarning, ya'ni ish harakatning yuz bergan o'rin yoki vaqtini ko'rsatish uchun turlanib chiqadigan ismi zaman, ismi makan bo'ladi. Masalan, daraba desak, urdi shundami? Biz urg'an vaqt yoki urg'an o'rin deb ifodalamoqchi bo'lsak, nima deymiz? Fataha ochdi shundami? Biz ochgan o'rin va ochgan vaqt deb ifodalamoqchi bo'lsak, nima deymiz? Qatala o'ldirdi shundami? Öldürgen o'rin va o'ldirgan nima vaqt degandek ma'nolarni ifodalamoqchi bo'lsak, buningga nima deymiz? Ta'ima tomoq yedi. Tomoq yeydigan o'rin, masalan, oshxona degandekchi, tomoq yeydigan vaqt degandeklarni ifodalamoqchi bo'lsak, nima deymiz desa, dal bugun o'rganmoqchi bo'lgan ismi zaman va makan qoidasidan foydalanamiz. Qayta takrorlasak, ismi zaman deganimiz ish, harakat yuz bergan o'rin yoki nimani, vaqtni bildiradigan fe'ldan turlanib chiqadigan ism nima bo'ldi? Ismi zaman va ismi makan bo'ladi. Buni tarjima qilgan vaqtimizda harakatni masalan qaysi fe'ldan chiqarsak, shu ishni kelib turib qiladigan o'rin yoki vaqt deb tarjima qilsak bo'ldi. Mas qadamda undan keyin bir qismlari bor. İsimga aylanib ketgan, ha? Masalan, la'iba yal'abudun mal'abun deb ism zaman ism makan chiqarsak shundami? O'ynaydigan o'rin desak, bu nimaga ismlashib ketgan? Maydonga. Asosiy o'ynaydigan yana maydon. Undan keyin maydonni mal'ab deymiz. Shunga o'xshash. Jalasa yajlisu desak, bundan ism zaman ism makan chiqarsak nima bo'ladi? Majlis, bu yig'in ochadigan, o'ltiradigan shundami? Kishilar o'rinda buni ismlashib ketib bo'lgan. Mana bu ism zaman ism makan. Endi bizga mundaq bir savol kelishi mumkin. Ism zaman ism makanlar asosiy sulasi mujarratdan chiqadi, sulasi maziddan boshqa xil usulda chiqaramiz. Sulasi mujarratdan bir qarasa maf'ilun, bir qarasa maf'alun o'lchimida chiqadi ekan. Masalan, jalasa yajlisu desak nima deb chiqadi ekan? Majlisun deb chiqadi ekan. Ayn zir o'qib shundami? La'iba yal'abu desa nima deb chiqadi ekan? Mal'abun deb chiqadi ekan. Buning qaysi ras desa, biz deymizki, sulasi mujarratdan ikkilasi ras. Ba'zida maf'ilun o'lchimida chiqadi, ba'zida maf'alun o'lchimida chiqadi. Unda bo'lsa, maf'alun qanday vaqtda chiqadi, maf'ilun qanday vaqtda chiqadi desa, maf'alun tuvandagi ikki xil holatda maf'alun chiqadi. Birinchisi, naqs fillarda umumiy yuzlik maf'alun chiqadi. Biz o'rgandik, naqs fil degan fa'aladagi lamning barobarida nima gap qolgan, kesanlar gap qolgan fillar. Mushundaq fillarda maf'alun o'lchimi chiqadi. Nayt addi. Masalan, rama yarmidin marma, marman shundami? Masalan, rama degan oti degan gap qo'shindaqo. Masalan, futboldagi top kirgizadigan o'rinni nima deydi? Marma. O'rta odamda shundami? Ashuna o'rinlarni marma. Top qanaqa qiladigan o'rin, otadigan o'rin. Jara yajridin majra.
Bu bir. Naqis pillardan nima chiqadi? Maf'alun o'lchami chiqadi, ismimizda aniq bo'lsin. Ikkinchisi fa'ala mozi munosabatsiz. Beshi qanday kelsin? Mudori fe'l yaf'alu yoki yaf'ulu kelib qolgan bablarning har qandaqidan maf'alun o'lchami chiqadi. Biz sulasi mujarradni 6 vaqt bo'ldik-ku. Shunday mushning ichida qanchasi yaf'ilu? Ikkisi. Fa'ala yaf'ilu, fa'ila yaf'ilu. Qolganning hammasi nima? Yaf'alu yoki yaf'ulu shundaymi? Masalan, bir sanab baqsak, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu. Mushning ichidagi fa'ala yaf'ilu bilan fa'ila yaf'ilu ikkisilam zirshundami? Qolgan to'lbobning hammasi ya yaf'alu chiqadi yoki ya yaf'ulu chiqadi shundaqo. Mushlarning hammasidan nima o'lchamda chiqadi? Maf'alun o'lchamda chiqadi. Kallamizda aniq foydalanishib kelsin. Ikki o'rindan yig'inchoqlar tili. Birisi naqis pillardan. Yana birisi yaf'alu yoki yaf'ulu boblaridan nima o'lchamda chiqadi? Maf'alun o'lchamda chiqadi. Masalan, misol keltirsak, naqis bayat misol keltirdik-ku. Yaf'alu yoki yaf'ulu misol keltirsak, la'iba, yal'abu, yaf'alu bobidan kelibdi, nima chiqadi? Mal'abun chiqardi. Bu yuqoridagi ikkisidan maf'alun o'lchami chiqadi. Endi qaysi o'rinlardan yaf'ilu o'lchami chiqadi desa, tuvandagi ikki o'rindan maf'ilun o'lchami chiqadi. Birinchisi sahih pillar. Yetti qism bor pillarning nomi, aslida sahih pillarninki yaf'ilu bobidan bo'lib qolsa. Pil o'zi sahih, ammo qaysi bobdan yaf'ilu bobidan bo'lib qolgan vaqtida maf'ilun o'lchami chiqadi. Masalan, jalasa yajlisu deganga o'xshash. Bundan nima chiqdi? Majlisun chiqadi. Ikkinchisi pilning oxirisi sahih degan gap naqis emas. Bo'lgan babning misol bobidan maf'ilun o'lchami chiqadi. Pilning oxirgi harfi nima? Soq harf, ya'ni kasal harf yo'q. Ammo 5ning bo'lib qolsa, kasal harf, misol bobi bo'lib qolsa, nima chiqadi? Maf'ilun o'lchami chiqadi. Masalan, waqafa yaqifu nima? Mawqifun. Wada'a yada'u mawdi'un. Yani oxirisi sahihlan bo'lib qolsa, misol bobi bo'lib qolsa, qaysi babdan bo'lsin, olti babdan qaysidan bo'lsin, nima o'lchimda chiqaveradi? Maf'ilun o'lchimi chiqadi. Mana maf'alun bilan maf'ilunninki chiqish o'rinlari yuqoridagidek. Qayta takrorlasam, maf'alun ikki o'rindan chiqadi. Naqis pillardan, yaf'alu yoki yaf'ulu boblaridan. Maf'ilun tuandagi ikki o'rindan chiqadi. Birisi sahih pillarniki yaf'ilu bobidan, ikkinchisi oxirisi sahih bo'lgan pillar bo'lib qolsa, misol bo'lib qolsa, oxirisi sahih pillarniki misol bobidan maf'ilun o'lchimi chiqadi. Mana bu bugun o'rganmoqchi bo'lgan ism makon to'g'riliq qoidalar. Endi mushaga vaqtda bir ortiq qoidadan bir so'zlab qo'yinglar. Ism makon biz bayonladik, maf'ilun o'lchimi chiqadigan shundaymi? Ba'zida keyingi kichik bir tava u qo'shilib kelib qoladi, buni yodga olmaylik. Shunda aytadi, ba'zida ism makonning oxiriga ayollikning yumloq ta'si qo'shilib kelib qoladi. Masalan, mahkamatun. Masalan, hakama yahkimudan mahkama chiqadi, shundaqmi? Hakama yahkumudun mahkama. Ya'ni hukm chiqaradigan o'rin, sotxon degan gap qo'y, oxirisiga kichik ta'mirni qo'shib nima bo'ladi? Mahkama. Darasa yadrusu o'qidi, o'qiyotdi shundaymi? Sizdan makan nima? Madras. Madras shunmi? O'qiydigan o'rin yana maktab. Buni oxirgi kichik ta qo'shib nima keladi? Madrasatun. Biz davomli maktabga deb ishlatamiz. Madrasatunga ashardan chiqqan asli. Shunga o'xshash. Oxirga kichik ta qo'shib kelib qoladi. Bu ism makonninki ism makonligiga ta'sir ko'rsatmaydi, ha? Yuqoridagi grammatika mazmunlari asosli darsimizdagi ikkinchi mashqda to'liq gavdlanadi, ha? Undan boshqa yana bir qo'shib qo'ydigan gap, diqqat. Biz bayatdan yaf'alu yoki yaf'ulu boblaridan nima o'lchamda chiqadi? Maf'alun o'lchami chiqadi deb qo'shiladi. Endi ba'zida noyat oz bir qism ahvollarda
Yani asosliq yaf'ulu bablarida ba'zida maf'ilin o'lchamidan chiqib qoladi. Masalan biz davomli oladigan masjid degan so'zimiz bor, shundaymi? Bu sajada yasjududan chiqadi. Hech qaysinglar bir og'iz so'l qo'yib boqdinglar. Sajada yasjudu yaf'ulu babidan chiqadi. Ammo nima uchun chiqib qoldi? Maf'ilun-ku. O'sha maf'ilun mayda aza, ko'p emas. Bak az hollarda qanday o'lchamda chiqib qoladi? Yaf'ulu babidanmi, maf'ilun o'lchamida qanday qoladi? Chiqib qoladi. Bu ayrim qoidaga chiqa, buni kallanglarda ayrim tutib olinglar. Ana bu tushunishib bo'lgan bo'lsa, darsning tekstini o'qib, darsning tekst, ya'ni dialog ichidagi shu ism zaman, ism makonlarni bir tahlil qilib boqaylik, ha. Ad-darsul khamis بعد التحية أنتم المشتركون في رحلة الحج نعم يعضهم ويناديهم ثم يقول أنتم الآن 18 أين حامد وعبد الباقي حامد في المطعم أما عبد الباقي فقد ذهب إلى المصرف سيأتيان في 10 دقائق إن شاء الله سيأتيان بعد 10 دقائق إن شاء الله أمستعدون أنتم إن شاء الله متى السفر إن شاء الله في السفر الثالث بإذن الله أين نلتقي نلتقي في موقف السيارة بالجامعة يجب أن تكونوا هناك قبل موعد السفر بنصف ساعة هاتوا حقائبكم وضعوها في السيارة الواقفة أمام مدخل المهجأ لما يأتي زملاؤنا الساكنون في المهجأ الثاني أولئك سيلحقون بنا عند المحطة القطار القديمة كم هم؟ هم 10 نحن ذاهبون في اليوم السابع أخشى أن يكون الزحام شديدا في المطاف والمسعى لا تخف الله الميسر أنا ذاهب إلى مكتبي لا تنسوا أن موعدنا الساعة 2:30 في موقف السيارة إن شاء الله 5. ders بعد التحية يعني salamdan keyin salam qilib bo'lgandan keyin demakchi. أنتم المشتركون في رحلة الحج sizlar haj safariga qatnashadiganlarmi? Mushtarak ism fa'il qo'sh, shundaymi? Ism fa'ilni qiladigan, etadigan deb tarjima qilib turib, shundaymi? Qatnashadiganlarmi? Na'am. Shunday. Ya'udduhum va yunadihim summa yaqul. Ularni sanab, ularni bir-birlab chaqirib, andekin deydi. Antumul ana 18. Sizlar hozir 18 kan. Ayna Hamid va Abdul Baqi. Hamid bilan Abdul Baqi qayerda? Hamidun fil mat'am. Hamid oshxonada. Mat'am degan so'z nima bo'lib oshxona degan ma'no ifodalab qoldi desa, bu ism zaman. Ha, ism makan. Ya'ni mat'amun maf'alun o'lchimida nima ismi makan. Tamoq yeydigan o'rin degan gap qo'shindaqmi? أما عبد الباقي فقد ذهب إلى المصرف عبد الباقي بوسا بانكغا كتي بانكغا كتكن إيدي ما عندك مصرف مو ألجمني مو اسمه مكان يعني pulni over qiladigan yoqdan bu yoqqa o'tkazadigan o'rin degan gap qo'ysa shundaymi? Demak bu ismi zon ism makan masrif sarafa yasrifu yaf'ilu babidan bo'lg'achqa nima o'lchimida chiqyotdi? Maf'ilun o'lchimida chiqyotdi. Mat'am ta'ima yat'amu yaf'alu babidan bo'lg'achqa nima o'lchimida chiqyotdi? Maf'alun o'lchimida chiqyotdi. Har bir o'lchamga inchiklik bilan diqqat qilaylik. Sayatiyani ba'da 10 daqiqa inshaalloh. Alloh xolisa bu ikkilar 10 dan keyin keladi. Musta'idun antum sizlar tayyor bo'lib bo'ldinglarmi? Inshaalloh. İnşallah. Mata safar inşallah. Allah xolisa safarni qachon qilamiz? Safarga qachon chiqamiz? Fi as-sa'ati ath-thalithati bi-iznillah. Fi as-sa'ati ath-thalithati bi-iznillah. Allohning izni bilan soat 3 da. Ayna naltaqi? Qayerda uchrashimiz? Naltaqi fi mawqif as-sayyarati bil-jami'a. Universitetdagi mashina to'xtaydigan o'rinda. Mavqif.
Vaqafa yaqif budun chiqqan nima? Mavqif. Bu misol bobidan bo'lg'achqa, oxirisi sahih bo'lg'achqa qaysi o'lchamda chiqadi? Maf'ilun o'lchamida. Vaqafa degan to'xtadi-ku. Mavqifun ismul makan to'xtaydigan o'rin. Yajibu an takunu hunak qabla maw'id as-safar bi nisf sa'a. Sizlar u yerda safar vaqtidan yarim soat ilgari bo'lishinglar kerak. Yajibu an takun bo'lishinglar kerak. Hunak u yerda qabla ilgari maw'id safar vaqti, safarga chiqadigan vaqt yarim soat, binisf soat, yarim soat. Safar vaqtidan, safarga chiqish vaqtidan yarim soat ilgari bo'lishinglar kerak. Albatta maw'id va'ada degan gap asl lug'at ma'noda va'dalashdi, deyishdi degan gap shundaymi? Bir ishni qilishni deyishdi, bir yerga chiqishga deyishdi degan gap. Maw'id safar degan gap safarga deyishgan vaqt degan gap. Ismi nima? Zamon. Va'ada ya'idu. Misol bob bo'lg'achqa qaysi o'lchamda chiqyotdi? Maf'ilun o'lchamida chiqyotdi. Oxirisi sahih, misol bobi. Shundaqmi? Shuni diqqat qilinglar. Hatu haqaibakum. Somkalarini ep kelib wada'uha fi sayyarat waqifa amama al-madkhal al-mahja. Yataqning kirish eshigining oldida to'qsib qo'yilgan mashinaga qo'yinglar. Somkalarini ep kelib yataqning oldida to'qsib qo'yilgan mashinaga selinglar. Da'uha. Shu somkani selinglar. Ha almash nega qaytadi? Somkaga qaytadi. Fi sayyarat al-waqifa to'xtagan mashina. Amama oldi madxal dakhala yadkhuludan chiqqan madxalun ismul makan, ya'ni kiradigan o'rin, kirish ishki degan gap shundami? Yataq binosiga kirish ishkining oldida, yataq binosining kirish ishkining oldida to'xtagan mashinaga salomlar. Madxal ismul makan. Lamma ya'ti zumala'una sakinun fil mahja'i sani. Bizning ikkinchi yataq binosida turadigan savobdoshlarimiz texnik hammidi. Ana shu jumlada mahja. Biz davomli yataq binos deb o'shanganga shundaqo, bu ismimiz nima? Makan, ya'ni qunadigan, turadigan o'rin degan. Haja'a yahja o'chqachqa, yahja o'chqachqa, yaf'alu babidan bo'lg'achqa nimalar chiqadi? Maf'alun o'lchimi chiqadi, ha. Ulaika sayalhaquna bina 'inda mahattatil qitar al-qadima. Ular bizga konu poyezd stansiyasida yetishib oladi. Yalhaqun yetishib oladi. Bina bizga inda qishda mahatta poyezd stansiyasida to'xtaydigan o'rin degan gap, tushadigan o'rin degan gap. Qitoril qadima konu poyezd stansiyasi. Mana mahatta qaysi puldan chiqqan? Hatta yahuttu shundami? Ya'ni tushadi degan gap shunaqo. Uningdan ismi zonasi makan chiqarsak mahattun, ya'ni asli mahtatun. Tushadigan o'rin degan gap. Endi ba'zi bir qism ism zonasi makonlarga nima qo'shib qoladi? Ta. Shu mahatta bo'ldi-ku. Ya'ni tushadigan, poyezd tushadigan o'rin degan nima deb ataymiz uyg'ur tilida? Poyezd stansiyasi deb ataymiz. Kam hum? Ular qanchakan? Hum 10. Ular 10. Nahnu zahibuna fil yawm as-sabi'. Biz 7-chi kuni boramiz. Akhsha an yakuna adh-dhihamu shadidan fil mataq wal mas'a. Man tavob qiladigan va sa'iy qiladigan o'rinda qisqiqning qattiq bo'lib ketishidan ansiravaman. Akhsha qo'rqyapman, ansiravaman. Endi bu yerdagi maqsadlik narsa mataq bilan mas'a. Tafa yatufu yaf'ulu babidan bo'lg'achqa nima o'lchamda chiqadi? Maf'alun o'lchamida. Sa'a yas'adun, ya'ni naqis babidan bo'lg'achqa nima o'lchamda chiqadi? Maf'alun o'lchamida shundami? Endi aslisi mataqning matwafun. Maf'alun o'lchamida shundaqo. Mas'aning aslisi mas'ayun. Endi matwafun desak, vo harakat egri kelgandan keyin voning zivar harakat oldiga tagappadik nima bo'ldi? Matawfun bo'ldi shundami? Bu o'zi sakin oldi zarb qolsa nima o'zgartirgan qoida bo'tdi? Alif qanday bo'lgandiki nima bo'ldi? Matafun. Endi mas'a aslisi al-mas'ayu shundaqo. Yog'ib shakar kelgandan keyin aptashlayotdik. Mas'a yo'ldimi? Ya sakin oldi zarb qolsa, ya'ni nima o'zgartirgan? Alif o'zgartirgan qoida bor-ku. Son alif o'zgartirdik nima bo'ldi? Mas'a. Bu har ikkilisi ismi nima? Makan. Tavob qiladigan o'rin va sa'iy qiladigan, yuguradigan, safamarning o'tirdiga sa'iy qiladigan o'rin demakchi. La taxaf.
Allahul muyassir, qo'rqma. Allah ason qilg'uchi. Ana zahibun ila maktabi. Men ishxonamga berib kelay. La tansaw anna maw'idana sa'atu as-thaniyatu wan-nisf fi mawqif as-sayyarati inshaalloh. Unutmanglar. Bizning deyishgan vaqtimiz, mav'idana, ya'ni yo'lga chiqish vaqtimiz, va'dalashgan vaqtimiz mashina to'xtaydigan o'rinda soat 2:30 da. Alloh xolisa. Ammo shu o'rinda mav'id, va'ada ya'idudan chiqqan, mav'idning ismidan sizlarga bayon deb bo'ldik buni va fe'lni o'lchami shundami? Mavqif bu muvaqqafa yaqifudan chiqqan, nima? Ismi makan. To'xtaydigan o'rin, mavqif. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.